Hazrati Bilol Habashiy bor edilar. Sofi, ovozlari nihoyatda ko'rkam. Alloh shunaqa go'zal ovoz berganki, azon yetganlarda beixtiyor odamlar yig'lar ekan. Har azon etganlarda shunday kushar ekanlar, assalomu alaykum ya Rasululloh deb joni fig'onlari bilan ichki butun borliqlaridan yaxshi ko'rgan ekanlar. Yaxshi ko'rgan ekanlar. Haqiqatan Hazrati Jabroil alayhisalom Janob Rasululloh jonlarini olib ketib dunyodan o'tganlaridan keyin, ya'ni chiqib azon etib har salom berishga odatlanganlar. Assalomu alaykum ya Rasululloh deb salom beraman desalar, Janob Rasululloh yo'q, o'sha yerda necha marta hushlardan ketib qolgan ekan. Suv sepib ularni o'zlariga keltirishar ekan. Oxiri chidamoqlar ketib qoldilar. Ya'ni Makkadan bir necha chaqirimlarda qishloqga o'sha yerga kapa tutib, o'sha yerda ibodat qilib, tarki dunyo bo'lib yig'lab o'sha yerda ibodat qilarganlar. Juda muddat o'tib ketibdi, taxminan 3 oydan ortiq. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam tushlariga kiribdi. Ey Bilol, men seni ko'p sog'indim. Nega kelmaysan Makkaga? Men o'sha yerdaman. Deganlarni yarim kecha ekan, shartta turib, tahorat qilib, tuya minib, chop qilib, xotinlar aytdi, "Ey Bilol, namuncha shoshasiz, erta tong bo'lsin, borarsiz" deganda, "Yo'q, men Janob Rasululloh chaqiryapti." Shu tuyani bostirib chop qilib borib, Xudoning amri rahmati bilan bamdod namoziga azon etadigan paytga yetib boribdilar. Hali Sofi ham tayyor bo'lib turgan ekan. "Voy Bilol, keldingizmi? Ovozlaringizdan o'rgilaysiz" deb yig'lab, Sofi, "Marhamat, tabarruk bering. Bilol, sizni ovozingizni sog'indik" deb Hazrati Bilol Habashiy chiqib Allohu akbar deb azon etsalar, o'sha yerdagi Makkadagi butun ummatlarni dodlab ketdi, Janob Rasululloh kelib qoldilar. Hammalari kelib Bilol Habashiyni bag'rlariga olib hillab dodlab urdilar. Janob Rasululloh kelib qoldilar. "Keldingmi Bilol? Sening ovozlaring Janob Rasululloh davrlarida yayrardi. Sana ovozingni eshitib Janob Rasululloh ham kelib qoldilar" deb o'ylab biz deb hammalari dodlab yig'laverishibdi. O'sha yig'idagi bo'lgan, ya'ni duo mustajob qoldi. Bilol Habashi ham shafaat qilishlikka, necha zotlarni shafaat qilishlikka Alloh taolo tomonidan izn, ya'ni marhamat bo'lgan ekan. Mana shunaqa Alloh taoloning Rauf va Rahim degan sifatlari qalblarga javob bo'lgan Janob Rasululloh butun umrlarini siz bilan bizga baxshida qilib yuborganlar. Yo masalan, azob chekdim, menga bo'lmas ekan deb aytmadilar.